Baxtiyor Ixtiyorov 1940-yil 28-martda Buxoroda tug'ilgan. 1963-yilda Ostrovskiy nomidagi Toshkent teatr va rassomchilik institutining musiqali drama fakultetini tamomlagan. 1956-yilda Buxoro musiqali teatrida ishlagan. 1959-1976-yillarda Muqimiy nomidagi musiqali teatr aktyor va rejissyorlik qilgan. 1980-1988-yillarda teatr bosh rejissyori bo'lgan. 1976-1980-yillarda Yosh gvardiya teatrida ishlagan. 1988-1991-yillarda Abdulla Qahhor nomidagi satira teatrida bosh rejissyor. 1991-yilda shu teatr aktyor va rejissyor sifatida ishlagan. Baxtiyor Ixtiyorov sermahsul ijodi davomida Yor, Ajoyib xayolparast, O'tgan kunlar, Nodira begim, 7-jin, Abu Rayhon Beruniy, 7-o'q, Shumbola kabi juda ko'plab filmlarda rollar ijro etib, o'zbek teatr san'ati rivojiga munosib hissa qo'shgan. Baxtiyor Ixtiyorov 2021-yil 21 noyabrda 81 yoshida Toshkent shahrida vafot etgan.